Endi esa azizlarim, siz bilan kibrni alomatlari haqida gaplashamiz. Eng birinchi alomatlardan bittasi o'zingizni har doim haq ekanligingizni, boshqalarni haq bo'lishi mumkinligini tan ola olmasligingiz. Ikkinchisi esa bu hukmronlik energiyasi, ya'ni o'zingizni boshqalardan ustun qo'yish. Ya'ni men bu insondan ustunmanki, shuning uchun men buni qila olaman deb o'ylashingiz mumkin. Ba'zan biz masalan rahbarlik lavozimida yoki shunga o'xshash lavozimlarda, ish joylarida ishlab, doimiy buyruq berishga o'rganib qolgandan keyin avtomatik mana shu rejimga o'tib qolamiz. Ba'zan bu narsani ozgina kontrol qilishni o'rgansak bo'ladi. Shaxsan tajriba. Uchinchisi esa o'z shaxsiyatingizni juda ham muhimlik. To'rtinchisi o'zini va boshqalarni ham yerga urish. Ya'ni ba'zan inson faqat boshqalarni yerga ursagina kibrli bo'lmaydi. Kibrni alomati emas. Ba'zan o'zini doimo yerga urib yuradigan odamlar bor. Yo'q, men axir bunga loyiq emasman, yo'q, men bunaqaman deb yuradigan odamlar ham aslida berkingan yashirin kibr bilan ichiga yashaydigan odamlar. O'zingizni boshqalardan yaxshi deb o'ylashingiz haqidagi fikringiz ham kibrning alomati, ya'ni ozgina maqtanchoqlik desa ham bo'ladi. Va oltinchisi bu birovlarni qilgan mehnatini, g'alabasini, qilgan ishlarini o'ziniki deb bilib olish oxirida. Axir bu bizaniki, axir bu masalan birov yillar bo'yi mehnat qiladi, qaysidir kun keladi, yo'q, buni men qilganman deb turib oladi. Boshqasi oiladan masalan bo'lishi mumkin. Ishxonada ham men shunaqa narsani ko'p ko'rganman. Men qildim buni degan odamlar bo'lgan. Masalan, shuncha yillik qilgan sizning mehnatingiz bir tiyin bo'ladi-yu, lekin boshqalar buni men bo'lmasam qila olmasdim, men qilganman deb chiqadi. Unday emas. Hech narsani siz ham qilmagansiz, men ham qilmaganman. Hammasi faqatgina Allohning istagi bilan bo'lgan. Alloh istamasaydi, men ham shu ishni qila olmasdim. Siz ham men qo'yganman deya olmasdingiz. Alloh istadiki men qildim, Alloh istadiki shu narsa hozir bor. Men qilganman deb talashishni boshlangan narsani yakuni faqat yopilish. Agar u ish bo'lsa ham yopilish bo'ladi. Farzand bo'lsa u nimaga o'tib ketadi, haligi erkak farzandga aylanib ketadi. Buni men farzandim deb urgan bola oxirida baribir borib uyaltiradi. Undan keyingi esa raqobatchisini boshqalar oldida yerga urib, noqulay vaziyatga qo'yish. To'g'ri, raqobat bu sog'lom bozor iqtisodiyoti uchun kerakli narsa. Lekin raqobat hamma joyda bo'lishi mumkin. Faqat tijoratda emas, bu do'stlikda ham bo'lishi mumkin. Do'stlar orasida, to'g'rirog'i tanishlar orasida deylik, bo'lishi mumkin. Lekin siz agar raqobatchingizni, ya'ni raqobat qilayotgan insoningizni yerga ura olsangiz, demak siz kibrli odamsiz. Raqobat yerga urish bilan bo'lmaydi. Raqobat faqat natijani ko'rsatgan natijasidan solishtirishdan kelib chiqadigan narsa. Raqobat mana shundagina ko'rinadi. Va kibrni 8-alomati vaziyatni nazorat qilish, lekin buni oqibatlariga javob bermaslik. Ya'ni nima qilding deb har doim hamma narsani so'raverish, lekin oxirida natija bir narsa yomon bo'lib qolganda to'xtab tur. Hozir bunaqa qilamiz demasdan san qilding, ana san qilding deydiganlar bo'lsa, bu kibr alomati yavni bo'ladi. Buni o'ylamang, to'g'ri aytyapti deb. Yo'q, bu kibrli insonning alomati ekan. Mana keyinchalik o'rgandim bu. Kibrni 9-alomatlaridan bittasi esa bu boshqalarga yuqoridan qarash, o'zini chiroyli deb hisoblash, ya'ni tez oynaga qarab turish. Ko'rgan oynada har doim o'zini ko'rib, o'ziga mahliyo bo'lib yurish. Menimcha bu ham kibr alomati ekan. Men bilmasdim bu narsani. Chunki bolaligimda oynaga unchun qaramasdim. Men faqat rol qilish uchun qaligimdan yaxshi ko'rardim oynaga qarab, uni kamera deb faraz qilardim va rol o'ynardim. Qanaqadir bolaligimda qaysidir yoshi katta bo'lib turib ham faqat oynadan ajralib ham ozgina kibr alomati ekan. Afsuski, bu mendan xafa bo'lmanglar, bu shunaqa fakt. Va undan keyingisi, adashmasam 11-si bu birovlarni sizga yordam berishiga ruxsat bermasligingiz. Bu eng katta kibrlardan bittasi. O'zingiz ham birovga yordam bermaysiz.
birovlar ham sizga yordam berishiga umuman ruxsat bermaysiz. Yo'q, kerak emas, o'zim qilaman. Mana shu juda katta kibr ekan. Ko'pincha erga tegishda qiynaladigan qizchalarimizda shunaqa narsa bo'lishi mumkin. O'zim qilaman deydigan narsa. Chunki bolaligidan shuni ko'rib o'rgangan bo'lishi mumkin, onasidan o'rgangan bo'lishi mumkin. Chunki Alloh bizni bir-birimizga muhtoj qilib yaratgan va bu sistemani buzishimiz kerak emas. Har doim agar juda ham yordamga ehtiyojimiz bormi, uni so'rashga, chiroyli tarzda so'rashga va uni yordamni qabul qila olishga ham o'zimizni o'rgatishimiz kerak ekan. Yordamni yo'q deyishganda ham chiroyli qabul qila olishni ham o'rganishimiz kerak. Va tabiiyki, birovlar bilan bunday inson ishlasha olish qobiliyati ham bo'lmaydi. Ya'ni men siz bilan birov bilan ishlolmayman, men bitta o'zim ishlayman deydigan insonlar bo'ladi-ku, birov bilan tayyor emas ishlashga. Bu ham aslida kibr alomati ekan. Tabiiyki, yana bittasi bu faqat va faqat o'ziga e'tibor tortishga harakat qilish. Bu ham kibr alomati. Bor shunaqa insonlar. Men oldin bilmasdim, yosh edim, juda ham naivniy, sof qizcha edim. Atrofimda shunaqa o'ta jabbor qizlarni ko'rsam hayron qolardim. Faqat markazda ular bo'lardi Vnemaniyada. Men hayron qolardim. Charchab qolishmasmikan buni qilib deb, yoki men haqiqatda ularni ostida o'zimni balkim qolib ketganimni ham his qilgan bo'lishim mumkin bolaligimda. Bu aslida menda emas ekan. Keyinchalik men tushunib yetdim, bu ularni og'rig'i ekan, ularni kibri ekan, meniki emas ekan, Xudoga shukr. Undan keyingisi esa ko'p gapirish va faqat o'z muammolari haqida gapirish. Ya'ni boshqa birov muammosini aytmoqchi bo'lganda eshitmaydi ham. Ko'p gapiradi, seni muammoingni eshitmaydi. Bormadi shunaqa yaqin do'stim desam ham, tanishim desam ham, dugonam desam ham bo'ladi. Haqiqatda telefon qilib soatlarcha o'zini problemasi haqida gapirishi mumkin, fikr olishi mumkin, lekin siz muammo gapirganingizda juda ham chiroyli anaqa qilibsan, tushunibsan, zo'r, bo'ldi. Mana shu gapni aytadi, xolos. Lekin sizni siqib suvini ichadi, oladi fikrni, nima qilishdi, nima qilish kerakligini, agressiyasini ham to'kadi, hammasini aytib, siqib suvini ichadi-yu, lekin shunaqa qiladi. Keyin bunday insonlar bilan chegara qo'yish, sog'liqli bir munosabat o'rnatish ekanligini tushunib boraverasiz ekan. Kibr alomatlaridan bittasi bu juda ham xafa bo'lish, nima edi? Xafakashlik. Juda ham tez xafa bo'laveradigan inson, обидчивость deydi-ku ruschada. Mana shu narsa ham kibr alomati ekan. Xafa bo'laveradi. Xuddi hamma unga nimadir qilish kerak, должен, o'qimasa, unga yoqmasa bo'lmaydi. Oxirgi paytlari, to'g'risini aytsam, menda ham bu narsa ko'payib ketgan edi. Tez xafa bo'ladigan bo'lib qolgan edim. Menga qarang, gapirishim kelmayapti-da tomog'imda. Xafa bo'luvchan bo'lib qoldim. Keyin bu narsani o'rgandim, o'zim bilan o'zim o'tirib so'radim, avvalo Allohning izni bilan. Nima uchun dedim, men unaqa bo'lib qoldim? Men oldin hech kimdan xafa bo'lmasdim-ku. Nimaga bunaqa bo'lib qoldim? deb o'ylab, o'shani sababini topib harakat qildim tushunishga. Agar to'g'ri tushuna olgan bo'lsam, qachonki ayollar o'sha o'zimni yaxshi ko'rishim kerak degan psixologlarda o'zingizni seving, o'zingizni yaxshi ko'ring deganda noto'g'ri направление bilan o'zini sevishni o'rgatadigan ba'zi bir mutaxassislarimiz bor. Ularga ham endi hurmatim cheksiz, balki ular buni aslini tagini o'rganmasdan turib o'rgatgan bo'lishlari mumkin. Lekin mana shu narsani noto'g'ri men kichkina bitta joyda o'rganib qo'yganim uchun, dedim, stop, bu narsani to'xtatishim kerak. O'zimni muhimligimni bitta pog'ona pastga tushirishim kerak. Chunki boshqa inson ham muhimligini men bilan teng muhimligini o'ylab ko'rishim kerak. Mana shu holatda men xafa bo'lmaslikni o'rganar ekanman. Undan keyingisi esa keraksiz nima deydi, чувственность, ya'ni keraksiz his-tuyg'ularga berilish yoki keraksiz ravishda juda ham his-tuyg'ulari yo'q odam bo'ladi, hech narsaga his-tuyg'usi yo'q. Juda haligi qotib muzlab qolgan. Chunki ularni hammasini, mana shu aytib o'tgan insonlarimni hammasini tushunsa bo'ladi. Chunki qaysidir og'riqlardan kelib chiqqan bo'ladi hammasi. Bu ham xuddi shunaqa, yoki слишком чувственный bo'lishini sababi bolaligida o'sha his-tuyg'ularini ota-onasidan qarshiligini ola olmagani uchun o'sha ota-ona bo'lishga katta bo'lganda harakat qilib, hammaga o'sha his-tuyg'uni bergisi keladi. Chunki o'shani olaman deb o'ylaydi shunaqa qilib. Ba'zilar olmasa ham farqi yo'q, beraveradi. Chunki bolaligidagi shunaqa travmada qolib ketgan. Buni tushunsa bo'ladi. Yoki juda ham ko'p berib o'sha tuyg'uni bir kun oxiri juda ham qattiq yeydi bir joydan travmani
birov juda ham qattiq xafa qiladi va his-tuyg'ularini borligicha bergandan keyin umuman bermaslikka qaror qiladi. Psixika shunaqa narsa, chunki bu og'riq shunaqa og'ir kuchli bo'lgan bo'ladiki, u narsaga qaytib kelishni xohlamaydi. Tabiiyki, bu holatda nima bo'lishi mumkin? His-tuyg'ularni umuman yopib qo'yish. Eng osoni shu. Lekin eng xavflisi mana shu. O'shaning uchun har doim yuragimizni har kuni kechqurun yotishimizdan oldin xuddi dush olgandek, tanangizga dush olasizmi? Xuddi o'sha payt xohlang dush olgan paytda, xohlang yotadigan paytda albatta o'zingizga, qalbingizga dush oling. Ya'ni bugun bo'lgan voqealardan minnatdorman. Har bitta xafa bo'lgan insoningizni kechiring. Ulardan ham kechirim so'rang. Mana shu dushni qabul qilib yotmasangiz, qalbingiz yopilib qoladi. Yopiq qalb esa hech qachon pullarni chaqirmaydi o'ziga. Eng asosiysi shu. Chunki biz yer sayyorasida yashaymiz va bu yerdagi asosiy hozirgi momentda almashinuv ekvivalent, ya'ni valyutasi bu pullar hozirchalik. Demak, bu pullar yer energiyasi bo'lgani uchun ham biz yerda qolishimiz uchun ham yerdagi insonlarimiz bilan ham bog'lanib, kechirim so'rab yuragimizni ochib turishimiz kerak. Agar hozirchalik bu men bir qismini aytib o'tdim, buni hali ham davomi bor. Agar eshitishni xohlovchilar bo'lsa, hozir mana bu videoda men kommentariyani ochiq qoldiraman. Plyus qo'ysanglar yoki fikringizdan chiroyli bo'lsa, albatta chiroyli fikrlaringizni yozib qoldiring. Chunki o'tgan safar juda ham boshida xafa bo'lgandim. Negativni kommentariyalar yozgan, men tanimaydigan insonlarim haqoratli gaplar yozgan. Lekin buni oказывается demoqchi edim. Buni hal qilsa bo'lar ekan. O'sha advokatlar buni IP orqali topib, sudga boshqa balobatlar bilan qilsa bo'lar ekan. Lekin men uni qilmoqchi emasman. Chunki men o'sha insonlarni ham yaxshi ko'raman. Ularning ham qanaqadir og'riqlari bor chunki. U og'riqdan, ya'ni yoki qo'rquvlari bor. Men u qo'rquvlarga aloqam yo'q. Chunki men o'zimning hayotim bor. O'zimni ishim, o'zimni vazifalarim bor, o'zimni oilam, o'zimni farzandlarim. Menga unaqa haqorat gaplaringizni yozsangiz ham, yozmasangiz ham faqatgina o'zingizga zarar bo'ladi. Chunki biz nimani aytsakki, hozirgi momentda, hozirgi vaqtda oldin 40 yilda qaytgan narsa 40 kun bo'lmasdan qaytib keladi. Bu albatta sizga bo'lmasa farzandlaringizga qaytib keladi. Hozirgi paytdagi, hozirgi yoshida qaytib keladi hatto, yomonlik bo'lib. Shuning uchun farzandingizni nomini isnodga qo'yilishini xohlamasangiz, o'zingizga qanaqadir bir karma yog'ilishini xohlamasangiz, albatta uni birov qilmaydi. Bu Vселенная, borliq shunaqa narsaki, u sizni chiqarayotgan vibratsiyangizga albatta javob berishga majbur. O'shaning uchun bu ishni qilmang. Hech qachon qilmang. Birovlarga negativniy narsa otmang. Chunki o'zingizga qaytib keladi. Men sizga qaytib kelishni xohlamayman. Chunki men sizni yaxshi ko'raman. Rahmat, boringizga shukr. Meni tinglaganingiz uchun yana bir marta rahmat.